Ana testosteron ko'krakka bez kelgan bo'ladi, o'g'il bolada baribir miyaga uradi-ku. Shu payt, bilet, ana shu qora kalga o'tkazib, bizni sinfdosh bolalarga tinchlik bermasdi, kechasi uyqu bermasdi. Zarim opa ham o'ziga qaragan rus tili o'qituvchisi edi. Mana shu kirib kelardilar. Mana shu kirib kelganlarida ham mana shu biz hech kim darsiga kirmasak ham shu Zarim opaning darsiga kirardik. Yana bitta Safiya opa degan chiroyli o'qituvchimiz bo'lardilar. Ora-orada kirib turardilar. Shu ikkita o'qituvchimizni darslari qachon bo'lsa kirardik. Chunki yoqardi, o'g'il bolamizda baribir bizni ko'ryapsizlarmi, ayollar boshqaradida bizni mana shu bir parcha xom teri. Tarixda ham shunaqada, o'zi mana bu mamlakat bilan bu mamlakat urushishiga kerak bo'lsa, tarixda juda ko'p marta sabab bo'lganda ayollar. Mana bu shohga nargi shoh qizimi yo xotinimi yoqib qolsa jalab, misol uchun endi. Bu yoqdagi shoh